Yana bitta faizli xonadonimiz o'z egasini topdi. Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Asl uy-joy jamoasi sizlarga qo'ldan kelganicha yaxshi yangiliklarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz do'stlar. Eslaringda bo'lsa, biz Marg'ilon shahar stansiyadan Delfin hammomda shundoqqina ro'parasidagi ushbu mahallani ichida do'stlar 1,5 sotixdan iborat ikki xona uyi bor. Bitta kichkinagina, ixchamgina faizli xonadonimizni sotuvga qo'ygandik. Ushbu xonadonimiz Farg'ona shahar asl uy-joy savdo orqali sotildi. Hurmatli obunachilarim, shuni sotilganligi haqida sizlarga ma'lumotini berib o'tishga harakat qilamiz. Iloyim sotgan insonga barakasini bersin. Olgan inson ushbu xonadonda yaxshi kunlarni o'tkazishlikni Allohdan so'rab qolamiz. Uyimiz juda ham yaxshi lokatsiyada joylashganda, eng asosiysi do'stlar, uyimiz ixchamgina kvartiradan zo'r edi. Mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar, holati bu tomonda uglovoy joyda joylashganligi uchun mana uyimizning asl ko'rinishi shundan iborat edi. Gaz, suv, svetdan, kanalizatsiyadan muammo yo'q edi. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor edi. Ushbu xonadonda bizning kanal orqali bitta baxtli inson qo'lga kiritdi. Eng asosiysi do'stlar, uyimizning narxi 15.500 baho aytilganda, uyimizning narxi $15,000 ga baholanib va mana o'z egasini topdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Sababi $15,500 ga hozir bir xonali kvartira beryapti. Lekin bu joy do'stlar bir xonali kvartiradan zo'r. Bu tomonda mana oshxonalari bor edi, ikki xona uyi, hojatxonasi, sanuzeli bor edi. Xullas kalom, bitta oila mazza qilib yashasa bo'ladigan xonadon edi. Yana bir karra sotgan insonga barakasini bersin. Olgan inson ushbu xonadonda yaxshi kunlarni o'tkazishlikda Allohdan so'rab qolamiz. Agar siz Farg'ona shahar ichi yoki shahar tashqarisidan sotiladigan hovli uylar, yer uchastkalar, novostroyka domlar, kottej, hayteklar, oddiy kvartiralar, noturar binolar sotmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, unda men sizga Farg'ona shahrida yagona bo'lgan asl uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini taklif qilaman va tavsiya qilaman. Bemalol siz ham xonadoningizni bizga ishonib reklama xizmatlarini joylaydigan bo'lsalaringiz, sizlarda ham joylaring tez, qulay, oson, ishonchli tarzda sotilib ketish imkoniyati juda ham yuqori. Shuning uchun do'stlar, sizlarni hamkorlikka chaqirib qolaman. Ushbu xonadonni ham kanalimizga joylagandik. Mana ko'rishingiz mumkin. Kanalimiz orqali ushbu xonadon o'z egasini topdi. Yana bir karra sotgan insonga barakasini bersin. Olgan inson ushbu xonadonda yaxshi kunlarni o'tkazsin. Havas qilganlar inshaalloh so'zini yozib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlab, videolarga like tugmasini bosib, videomizni 1 dan 5 son bo'yicha baholab, uy sotmoqchi, uy olmoqchi bo'lib yurgan insonlarga shundoqqina jo'natib qo'ying. Sababi bundan ham zo'r, bundan ham faizli, bundan ham chiroyli xonadonlar sizni oldinda kutib turibdi. Faqatgina videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Doimgidek Farg'ona shahridan Sergap Azbebuning jamoasi bo'ldi. Keyingi video obzorlargacha xayr, hurmatli obunachilarim, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.